Hammaga assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarimiz. Yana bitta proyektimizni xudo xolasa yakunladik. 86 kvadrat metrlik. Qani birgalikda obzorni ko'ramiz. Birma-bir tanishtiraman, qilib o'tgan ishlarni hammasini. Bu yerda pat kuluch, mebel, parda gilamlari 100% qo'yib berganmiz. Kirish faqat eshigidan. Bu safar boshqacha yondashdik. Qaranglar, mana bunaqa avalnini patologgacha harda farqlardik, tepasigacha. Hozir yarim qilib, orqasini material bilan obshat qildik. Yarashganmi, yo'qmi yangisi kommentarda o'zlaringizni fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Hatto eshiklarni ham atrofini mana shunaqa chiroyli qilib, avalni qilib kesib qo'yganmiz, fasodni buzmasligi uchun. Qanday qoldirsak o'zi yaxshi edi. Shu holatdan yoki buni tekst qilsakmi? Buni ham kommentarda yozib qoldirsangizga chiroyli bo'ladi. Kirishdan katta ko'rinishi uchun yana shunaqa oyna ishlatganmiz. Eskidan bunaqa rombik, kubikchali oynalar bo'lardi. Menimcha ularning davri biroz o'tdi deb o'ylayman. Skromlikni yo'qotadi. Mana shunaqa holatda bo'lsa agar, e'tibor bergan bo'lsangiz agar o'rtada katta oyna bemalol ko'ra olasiz. Yonboshlarda bo'lsa agar, как ramka sifatida mana shunaqa oynalarni falset qilib ishlatganmiz. Uyingizni katta ko'rgazmoqchi bo'lsangiz agar, maslahatim tor joylarga zerkla, bunaqa matviy, temniy, qanaqadir tillarang zerkla emas. Обычный oyna qo'ysangiz agar juda ham zo'r yarashadi. Kirish xodimi eshigida shkaf qo'yib berganmiz. Krashni shtapiklari bilan boshqacha rangi. Birinchi xonamiz bu yerda hozir 86 kvadrat metr bo'lsa ham panorovkasi bomba. Nimaga? Razdelni hamma xona, ikkita spalni, kuxni, zal va hatto sanuzlari ham razdelni. Birinchi xonaga kiramiz. Ko'rib turganingiz detskiy spalni bo'lyapti. Ikkita bolalar uchun bemalol sharoitlar qilingan, tumbuchkalari, mana bu yerda bo'lsa pardalari bilan patologlarni skromni qilib qo'yganmiz. Mana bu tarafda bo'lsa agar dars zonasini qilganmiz. Bemalol masalan o'tirib turib, yoki kompyuter nimalarini qo'yib turib, освещение, kitob va boshqa narsani qo'yish uchun va bolalar uchun shkaf. Bu taraf bo'lsa agar polni patologgacha qilingan. Har doimdek nimaga patologgacha ko'p holatda shkafni qilishga harakat qilamiz? Dizaynni buzmagan holatda. Chunki bu yer birinchidan spalni, chang, shunga o'xshash masalan narsalar ko'p yig'iladi shkafning tepasiga. Mana bu yerda chang yig'ilsa agar artib olishning iloji bor. Chunki odam ko'radi, artib oladi. Podokонникda bo'lsa, mana bu yerda bo'lsa iloji bor, qo'l yetadi. Mana buni ustiga bo'lsa agar chang yig'ilib qolsa agar, oyda yilda masalan bir artilmasa agar, har kuni artishning iloji yo'q. O'shaning uchun o'sha chang o'zidan nima qilib chiqib, ortiqcha kasalliklarni qo'zg'atishi mumkin. Shuning uchun dop-patolka mebelni qilishni maslahat beraman, uyingizga qidirmoqchi bo'lsangiz. Navbatdagi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Juda chiroyli chiqqan bu safar. Boshqacha stilda qilganmiz, avalni qilib. Orqalariga bu safar gachga ko'proq urg'u berganmiz. Gach emas, bu molding ishlatganmiz hammasi. Gachdan ko'ra biroz qimmatroq, zato kach stilini masalan chiqadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, orqa fon hozir shunaqa moldinglar bilan bralar lyustraga kombinatsiya bo'lgan. Televizor uchun joy tashab o'tganmiz. Shkaflarga o'zingiz bitta ahamiyat berasizlar. Oynali qilganmiz. Ochmasdan turib bemalol ko'ra olasiz. Bu yerda bo'lsa agar, ikki yonboshda bo'lsa agar polka. Bu ham dopatalka qilingan. Ranglarning uyg'unligiga agar mos kelgan bo'lsa agar bitta like bosib qo'yasiz. Bu sizdan. Navbatdagi xonamiz zal bilan tanishamiz. Marhamat. O'ta go'zal deydi-ku, mana shunaqa. Mana shu zal menga juda ham yoqdi. Nima sababdan? 4 burchak, ingichka, uzun emas, xohlagan turdagi mebelingizni yerlashtirsangiz masalan bo'ladi. Uy egalari masalan ugalok xohlayaptimi? Mana bu tarafda ugalok qilib, mana bu tarafda 6 kishilik, 8 kishilik stul qilsa ham bo'ladi. Chunki hozirda shunaqa mebelировка talab kuchli va odamlar o'sha asosda shunaqa stilda o'tishyapti. Pardalar, bralarga o'zingiz bitta baho berib qo'yasiz. Yo'qsa agar bitta like sizdan. Qandillarini qarang. Shema. Oxirida videoni oxirigacha ko'rsangiz agar, shunaqangi sanuzul ko'rsataman. Ishoning, oxirigacha videoni ko'rganingizga afsuslanmaysiz. Agar yo'qsa agar podpiska qilish sizdan. Navbatdagi xonamiz ayollarning sevimli bo'lgan joy. Oshxona qalay. Yo'qdimi azizlar? Podsvetkalari bilan yuqorisida. Buni podsetkani o'chirib yoqishni pastdan qilganmiz. Xohlasangiz agar o'chirib qo'ysangiz agar ko'rinmaydi. Yo'q qo'ysangiz agar polni podsetka. Bu tarafda bo'lsa agar polni stroyniy shkaf. Mana bu yerda bo'lsa agar. Bu safar buni
pastidan qildik, talkatel emas. U egalarining xohishlariga ko'ra talkatel qo'ymaganmiz, pastdan ochiladi. Bu ham xuddi shunday. Bunisi. Polni 1,5 sm tushirganmiz, e'tibor bergan bo'lsangiz agar, talkatel ishlatmagan. Chunki ko'pgina mijozlarimiz bunaqa qilishdan ko'ra mana bu shu yaxshiroq variant. Nimaga? Qo'l o'zi yog'li holatda bo'lsa agar qolib ketishi mumkin. Orqasidan masan bo'lsa agar uncha bilinmaydi, lekin bu ham kartalojdan artib turishi kerak. Ichki qismi, fasad qismi bir xil turadi. Bu ham xuddi shunday. Ichki qismidan ushlanadi, yuqoriga tortiladi. Qo'l yog'li bo'lsa agar ichki qismi yog' bo'lishi mumkin, u ham asta ketadi. Sanuzolni общий sanuzol zo'r. Endi hozircha tualetni o'zini ko'rsatamiz. Ariston qo'yilgan. Bu tarafda rakvina, bu tarafda tualet. Rakvina mayda joyga nima uchun qo'yib berganmiz? Mehmonlaringiz kelsa agar birdaniga sizning sanuzolingizga kirmaydi-yu, shu yerdan birdan qo'llarini yuvib turib, bemalol ishlariga boraveradilar. Navbatdagi xonamiz sanuzol. Sanuzolni ko'rsatishdan oldin sizga bitta e'tiboringizni mana bu braga qarataman. Buni qarang. Ko'zingiz masalan og'riyaptimi? Pasaytirasiz. Kameraga bilinyaptimi, yo'qmi bilmayman, lekin ya'ni o'sha pasayotgan nima. Xohlasangiz agar shu yerdan o'chirib qo'ysangiz, o'chirib yo'qlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz agar rangni o'zgartirsangiz bo'ladi. O'ziga masalan mos qilgan holatda. Oq, qanaqadir limon rang, sariq rang va boshqacha ranglarda. Mana bularga ham bitta ahamiyat berasiz. Koridor qismiga, qolgan xonalarga обычный radiator ishlatganmiz. Imla koridor qismiga shunaqangi dekoratsion. Nima sababdan desangiz agar tilmam kelishmay qolyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, pardani orqasiga radiator yashiriladi. Bu yerda bo'lsa agar koridorda parda yo'q. Shuning uchun bunaqa bachkana emas, skromni radiator qo'yib berganmiz. Podpiska qilish esdan chiqmasin azizlar. Tasanuzga o'zingiz baho berasizlar. Cho'mni rangni yoqtirmaydigan odamingiz ham bu sanuzdan keyin cho'mni rangni ma'qullab qo'yadi. Qarang, orqadagi oynalarni podsetkalari bilan, dush kabinalari bilan, ashi udarmi. Dush kabina ham kattagina, bemalol odam kirib, cho'g'lib, unaqa tormasida, bemalol 90 ga 90 emas, bemalol yurasiz. Futbol ham bemalol o'ynashingiz mumkin azizlar. Va eng qiziq joyini sizga ko'rsataymi? Oynaga bitta ahamiyat bering. Ay yozuvlarga bo'lsa alohida. Podключ shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa agar kimga murojaat qilishni bilasiz. Bu nihoyat obyektimizni tugatdik, egalariga topshirdik. Sizga ma'qul shunaqa podключ remont xizmatlari kerak bo'lsa agar quyidagi raqamlarga yoki quyidagi silkalarga qilib bemalol telefonga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xohlasa, hozircha Samarqand bo'ylab, yaqin o'rtada O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish niyatimiz bor. Rahmat, salomat bo'ling.